bugun ismiy gapning xabarini turlari haqida suhbatlashamiz. O'shanda predlog ishtirok etgan ismiy gap mavzusini tushunib olishimiz osonroq bo'ladi. Gap ikki turkumga bo'lindi bizda. Qanday edi? Ismiy va fe'liy. Har doim eslab qoling. Ismiy gapning ikkita qismidan iborat edi. Qayerdan? Mubtado va xabar. Mubtada va xabar. Aynan o'sha xabarning asosiy turlari bor bugun. Aynan o'sha uchinchi turi, ya'ni shibhul jumla deyiladi arab tilida. Predlog ishtirok etgan ismiy gaplarga to'g'ri keladi. Qanday bo'ladi desa, birinchi turi xabarning birinchi turi mufrod deb nomlanadi. Mufrod so'zining tarjimasi nima deymiz? Bu yerda ikkilikdagi so'z kelishi mumkin yoki ko'plikdagi so'z kelishi mumkin. Bu yerdagi birlik tushunchasi nimaga nisbatan desa, so'z soniga nisbatan. Qanday tahlillarimiz bilan esa aytamiz. Birlik bu bitta so'zdan iborat. Ya'ni kesim nima bo'ladi? Bitta so'zdan iborat bo'ladi. At-talibu nima bo'ldi? Mujtahidun. Mana shu yerda talib degan mushtahidun kesim. Mubtado va xabarni turi qanaqa desa nima deysiz? Mufrad. Agar shuni at-tolibani mushtahidani desak, nima bo'ladi? Ikkita talaba tirishqoq ishlagan. Lekin so'z soni jihatdan mushtahidan nechta so'z? Bitta so'z. Uni biz yana nima deya olamiz? Mufrad. Bu yerdagi so'z soni nechta bo'lishi kerak ekan? Bitta. Bu birinchi turi. Xabarni nima turi? Birinchi turi. Birinchi turi nima desa, nima deysiz? Mufrad. Hop, ikkinchisi xabar ba'zan jumlatun. Butun boshli gap nima? Kesim o'rinda kelishi mumkin. Endi buni o'ziga bo'ladi. Ismiy bo'lishi mumkin yoki fe'liy. Hozir bu haqda suhbatlashmaymiz. Sal murakkabroq keyin qo'shamiz. Bugun mana uchinchi tur haqida. Xabar yo mufrad bo'ladi yo shibhul jumla bo'ladi. Shibhul jumla nima degani desa, bu predlog bilus majrur ismidan tashkil topgan birikma. Biz nima deymiz? Tilbayt, to'g'rimi? Tilbayt. Mana shu birgalikda nimaga to'g'ri kelar ekan? Shibhul jumla yoki amama suq yoki amamal sabburati. Mana oldi doskani. Mana bu ikkalasi nima deyilar ekan? Shibhul jumla. Ya'ni bunda predlog va undan keyin kelgan majrur ism. Xabarimiz shu shaklda ham bo'lishi mumkin. Yozamiz. Al-talibu. Nima deymiz? Fil. Tarjimasi qanaqa bo'ldi? Endi bu qanday tahlil qilinadi desa, at-talibu mubtada, ana jar va majrur fi mahalli raf'il mubtada. Ya'ni bu xabarni joyida kelayotgan nima degan? Shibhul jumlaga to'g'ri keladi. Yoki xuddi shunaqa at-talibu deymiz amama as-sabburati. Buni oddiy takror qilamiz. At-talibu ega vazifasini takror qilasiz. Amama sabburona deysiz, kesim vazifasida. Ba'zan mushtahidga o'xshash yagona bitta so'zdan iborat bo'lar ekan, ba'zan predlogli birikma hosil qilib mavzu beryapti. Nima deyapti? Predlog ishtirok etgan ot kesimli gap. Ya'ni kesim nima bilan ifodalanyapti desa, predlogli birikma. Arab tilida qisqa qilib nima deymiz? Shibhul jumla. Shibhul jumlaning yana bitta zo'r xususiyati bor. Bu mufrad bilan jumla ismiyada uchramaydi va bizga juda ko'p kerak bo'ladi. Hozirgi gapning ikkalasini umumiy tarjimasi nima dedik? Talaba uyda. Talaba doska oldida. Hop, bu haqida oldin suhbatlashganmiz. Qanaqa ega degan tushuncha bor bizda? Kechikkan ega. Aynan kesimimiz mana bu turkumda ifodalansa, agar kesim shibhul jumla bo'lsa, ba'zan gapda ega nima qilinadi? Kechqoq keladi. Shunda biz majbur bo'lamiz gapni nima bilan boshlashga?
Ha, nima deymiz shunda? Fil bayti. Endi ega kechikganda bitta narsadan voz kechadi. Haldan voz kechadi. Nima deymiz? Tolibun. Bu kesimlikcha qolaveradi. Biz buni ega deya olmaymiz. Bu esa nima deyiladi? Kechikkan. Arab tilida nima bo'ladi desa, bizda aytamiz. Mubtadaun. Muakhkharun. Mubtado ega degani, muakhkhar degani kechikkan ega. Hop, nima qildi? Ega kechiksa, nima muammo bor desa, birinchidan alsiz qoladi. Endi biz nimani degan tarjima tasdiqlaydi? Tarjimada nima deb qilishimiz kerak? Uyda bor. Amama sabburati tolibun. Fil ghurfati muallimun. O'quvchi bor. Fi shari'i sayyaratun. Ayni qalam. Meni qalamim bor. Ya'ni birikmalar agar preдлог bilan boshlanadigan gapga duch kelib qolsangiz, siz tarjima qilishdan oldin uni aslini tiklab oling. Shunda qiynalmaysiz. Aslini tiklab olish. Chunki fi ala ila bilan gap boshlanadi-yu. Ma. Hop. Unda ega nima bo'lar ekan? Kechikkan shaklda bo'ladi. Shuncha qiynalib qolasiz. Savol bersa, fil bayti tolibunda ismi jumlami, fe'li jumlami desa, birinchi o'ylanish bo'ladi. Chunki birinchi nima bilan boshlanyapti? Agar ism bilan boshlansa biz nima derdik? Ismi. Fe'l bilan boshlansa fe'li derdik. Lekin bu yerda nima bilan boshlanyapti? Unda ehtiyot bo'lamiz. Biz nimani tiklaymiz? Kechikkan degani tiklagan holda nima qilishimiz kerak? Gapni tahlil qilishimiz kerak. Ha, bu ismi gap. Faqatgina nima bo'lyapti? Ega kechikib kelyapti. Va tarjimada biz berishimiz kerak nima? Bor deb berishimiz kerak. Bizda odatda aytamiz, sumka partaning ustida nima deymiz? Al-haqibatu alal maktabi. Maktabat o'zi qaysi qoladi? Kutub. Hop, yoki biz yana ikkinchi teskari aytamiz. Nima deymiz? Sumkaning ustida, stolning ustida sumka bor. Alal maktabi haqibatun. Ya'ni borli versiya berishimiz uchun preдлогni nima deb qo'shamiz? Break mara. Aytib o'tyapti. Ba'zan gapning kesimi nima bilan ifodalanadi? Preдлог bilan kelgan vaqtdan iborat bo'ladi. Bunda tabiiyki ega bilan kesim jinslar va sonda nima qilmaydi? Mos. Chunki kesimni kim himoya qiladi bu yerda? Preдлог himoya qiladi. Lekin himoya qilishini evaziga preдлогdan keyin so'z qayerda turishi kerak har doim? Majbur, ya'ni qaratqich kelishida turishi kerak bo'ladi. Hop, bunday kesim eganing mavjudligi o'rni yoki paytini bildirish uchun nima qiladi? Mana shu joy nozik joy bor, e'tibor beramiz. Hop, mufrod bilan shibhi jumlada nima farq bor desa, mana bu mufrod to'g'ridan-to'g'ri ega haqida ma'lumot beradi. Talibul mushtahidun talaba nima? Talaba haqidagi informatsiya beradi. Har qanday mufrod kesimda olsangiz, o'sha ma'lumot berilayotgan narsa haqida to'g'ridan-to'g'ri beradi, ma'lumot beradi. Al-babu kabirun, eshik to'g'ridan-to'g'ri eshik haqida gap ketadi, to'g'rimi? As-sayyaratu jadidatun. Mashina haqida bo'lyapti. Abi tabibun. Shifokorlik haqida nima deyapti? To'g'ridan-to'g'ri. Lekin mana bu shaklda endi yo uni payti, yo uni o'rni haqida har qandayini olsangiz chiqib ketaveradi. At-tolibu fil baytida talabani nimasi? O'rni uydalik yoki as-amama saburada uni paydalik. Fi-shari'a deganda ham mashinani o'rni haqida yoki al-imtihanu ba'da ad-dars. Darsdan darsdan bu yerda nimani bildirib kelyapti? Paytini. Xo'p, ya'ni bunaqa shibhi jumlalarda mufrod bo'lmasa nima haqida bo'lar ekan? Yo o'rni haqida yoki payt haqida. At-talibu fil kulliyati, student fakultetda. Al-fallahatu fil haqli. Al-imtihanu fil usbu'il qadim. Bu yerda nima haqida ketyapti? Payt haqida. Bu yerda qodim so'zi sifat bo'lyapti. Nima uchun? Usbu so'zi uchun. Kesim sifatida fe'l usbu so'zi, ya'ni jar va majrur shibhi jumlalar nima qilyapti? Kelgusi degan ma'noda. Endi hozir aytgan gapimiz, ya'ni egani kechikish holatini ko'ramiz. Ba'zan gapning egasi kesimdan nima qiladi? Va u no'ni holatda nega? Chunki kech kelyapti.
Bunday gaplar kelsin o'zbekchaga hol shaklida nima qilinadi? Tarjima. O'zbek tilida bor, nima yoki nima berishimiz kerak? Inkor bo'lsa yo'q beramiz, inkor bo'lmasa bor. Ala tovilati kitab. Stol ustida kitob bor. Yoki fil madinati hadiqatun. Shaharda park bor. Ot kesimi li predlog bilan kelgan bo'lsa, ko'pincha bor emas. Bunda gapning egalik ma'nosini, ya'ni kimnikidir beradi agar u kechikmasa. Mana bu shaklda kelsa. Qanday desa, al-qalamu li talibi. Qalam talaba, lekin o'zgartirsak, li talibi qalam. Talabada qalam bor, ya'ni talabani qalami bor. Ya'ni bu lili birikma ham shibhi jumla qoidasi bo'yicha nima qilaveradi? Ishlatilaveradi. Emasmi? Endi yana bitta shunaqa zo'r so'zimiz bor. Garchi bunda predlog ishtirok etmasa ham, yolg'iz o'zi mufrod o'xshab kelsa ham, biz borli versiyada berishga majburmiz. U agar gapning nimasida kelsa, boshida kelsa. Ikkita so'z ekan. Tamam. Nima degan? Al-tabibi huna. Tabib, shifokor bu yerda. Buni uzoq versiyasimi? Bunaka. Shifokor bu yerda. Endi shuni kechiktirsak bo'ladimi desa? Ha. Ko'pincha nima deymiz? Huna tabib. Tabib. Tarjimasi nima bo'ladi? Shu yerda bu yerda shifokor bor. Bunaka tabib. bu yerda Shifokor bor. Predlog emas, lekin xuddiki shibhi jumlaga o'xshash nima qiladi? Tarjima qoidasi bo'yicha ishlaydi. Ya'ni bu zof bo'lganligi uchun. Zof nima desa, o'rin va qaydni ifodalovchi so'zlar. O'zbek tilida o'rin ravishlari, qayd ravishlariga to'g'ri keladi. Ravish nima edi? Onam ustozimdan so'rab qo'yamiz. Qaydni yoki o'rinni ifodalovchi yagona so'zlar. Bugun, ertalab, kechqurun, tepada, pastda degan so'zlarimiz bor. Ism emas ular. Ot so'zlar emas. Ular nima bo'lardi? Hop, kelishdiga demak, umumiy takrorlaymiz. Hop, bizda xabarning ikki xil turi bor ekan. 3 ta ekan, faqat ikkitasi bilan tanishdik. Birinchisi, ikkinchisi mufrad nima degani esa faqat bitta so'z. U ko'plikni ifodalash mumkinmi? Mumkin. Faqat nima bo'lishi kerak? Bitta so'zdan iborat bo'lishi kerak. Shibhi jumla nima desa, predlog va undan keyin kelgan qaratish kelishida, ya'ni jar va majrur. Jar va majrur. Nima muammo bor desa, muammo yo'q. Mufrad bo'lsa o'zi haqida xabar beradi. Shibhi jumla bo'ladigan bo'lsa, egar o'rni yoki aytadi. Va shibhi jumla versiyasida bizda imkoniyat bo'ladi. Kech uxlab qolgan bo'lsa, agar mubtado ertalab kechikib qolsa, kechikkan ega sifatida keladi. Faqat kechikkan eganing hisobiga nimasini kiradi? Va tarjimada endi nima qilishimiz kerak? U kechikkan bo'lsa ham shu yerda bor. Eslab qolsangiz bo'ladi. Kechikkan ega garchi kechiksa ham u o'sha joyda bor. Shuning uchun bor tarjimasini har doim nima qilamiz? Gapga qo'shib qo'yamiz. Meni do'stim bor, qanday bo'ladi? Indi sodiq. Indi sodiq. Gapni kim tiklaydi? Do'st mendadir, menikidir. As-sodiqu indi. Lekin biz as-sodiqu indi versiyasini nima qilamiz? Iste'molda, chunki o'zbek tilida ham yo'q-da. Do'st mendadir degan gap yo'q. Lekin bunaqa shaklda, ya'ni shibhi jumla shaklida nima beramiz? Mening do'stim bor versiyasini aytishimiz mumkin bo'ladi. Indi sodiqunda bitta so'zga o'xshab qolyapti, lekin aynda birinchi so'z, ye birikma sifatida nechinchi so'z? Ikkalasi birgalikda nima bo'lyapti? Shibhul jumla bo'lyapti. Garchi bitta so'z sifatida ko'rinayotgan bo'lsa, u jar va majrur bo'lib, nima hosil qilyapti? Shibhul jumla. Xo'p, eslab qoldikmi? Kimda savol bor?